Qaqqa shoshyapsan, dabba. Nima oyog'ing rogatga o'tirib olding? Choting bilan to'lamoqchimisan, ha? Biz sen bilan hali ko'rishamiz, tushundingmi? Tushlaringga kirib chiqaman. Rayonlang. Xayrli tong, Samir. Xo'sh, bugun nonushtaga qaysi kliping bor? Jin ursin. Hayotimda hech bo'lmasa nimadir yorug' bo'ladimi? Yana och qornim bilan boshqalarning ovqatini yetkazaman. Yo'q. Bunaqada onam bilan umraga jo'nata olmayman. O'zingni qo'lga ol. Ishlash kerak. Bola, bu yoqqa kelgin. Ha? Hozir. To'xta, gaplashib olishimiz kerak. Aka, iltimos tezroq haydang. Qolgan pulni bering. Qo'lga tushdingmi? Qo'rqma. Biz ham dastavkada ishlaymiz. Hayda. Qahramonimiz kelibdi-ku. Etudima sen topaman deb. Xonimlar va janoblar, qarang, siz bizni koshonaga qadam ranjida qilib, bizni juda xursand qildingiz. Bu yerga hali bunaqa qimmat kiyimda hech kim kelmagan edi. Janob kuryer, xush kelibsiz. Ichkariga marhamat. Kim bu xizmatkorni ichkariga qo'ydi? Bu kulgili emas. Janob kuryer, bir qoshiq xonimdan keching. Sizni kayfiyatingiz ko'tara olmadim. Kiyimlaring juda ajoyib. Bugun ofisimizda fashion kechaligidan xabarim yo'q ekan. Bo'lmasam, men ham yangi otdan kiyinib kelardim. Ming bor uzra. Yalanga yo'qligi ko'rinib turibdi-yu. Hozir bunga qarasam gunoh. Bu ishchi kiyimim. Ha, yo'q-e, sizni ishchi kiyimingiz ham bormi? Ama sizni katta biznes egasi deb o'ylayman, ha. Qatdan bunaqa bejirim oyoq kiyim oldingiz? Bu Loro Piano'ni oxirgi modellaridanmi deyman, ha? Ko'p. Xudo ham oldinma tabrisi kerak. Gapirmang. Do'kon nomini aytib o'tirmang. Men bir umr pul yig'sam ham bunaqa oyoq kiyim ola olmasam kerak. Zato o'zimni pulimga olganman, adam olib bermaganlar. Sen itni bolasi. Nima deyapsan? Hozir sandab bani boru, tilingni kesib, ko'tingga tiqib qo'yaman. Davay kuryer. Qani, bitta o'yinga tushib ber. Xotiron soqqan beraman. Qani, davay. O'yna. O'yna. O'yna davommi? O'yna davommi? O'yna davommi? Tepma, buni ichida non bor-ku. Mehmonni ham shunaqa kutib olishadimi? Maqtadi. Shunchaki hazillashyotgandim. Qattiq deb beteyinni deb meni jazolamasangiz kerak. Assalomu alaykum o'g'lim. Xo'sh kelibsiz. Siz topishlarni o'zim iltimos qilgandim. Sizda bunaqa kutib olishganlar uchun sizdan ming bor uzr. Siz birgalikda kabinetga chiqinglar. Sen esa burningni arta olgin. Sen bilan keyin gaplashamiz.
Mani ismim Sanjar Anvarovich. Yaqinda sen meni hayotimni qutqarib qolding. Seni minnatdorchilik bildirish uchun seni topishlarini so'ragandim. Senga moliyaviy yordam bermoqchiman. Seni ishingni hisobga olsak, senga pul ortiqchalik qilmaydi deb o'ylayman. Yo'q aka, pul ololmayman. Bu albatta mardlik. Lekin men senga shu yurakdan yordam bermoqchiman. Yo'q aka, ololmayman. O'g'lim, yaxshilab o'ylab ko'rgin. Aka, ochig'ini aytadigan bo'lsam, menga hozir pul zarur, chunki onamning hayoti xavf ostida. Ularni umraga olib bormoqchi edim. Lekin inson hayotini saqlab qolganim uchun ham pul ololmayman. Undan ko'ra pulni o'zim ishlab topaman. Menimcha meni o'rnimda bo'lgan odam shunaqa qilgan bo'lar. Hamma masalasiz. Masalan, meni o'g'lim bo'lsa, meni ustimdan hadlab sakrab o'tib ketardi. Hattoki qo'limdagi soat yemishib ketgan bo'lishi mumkin. Keling, bunday qilamiz. Men hamma safar xarajatlarini qo'lga beraman. Sen esa bu pullarni ishlab berasan. Alloh, Malika, hozir men bir ismni aytaman, yozib olgan. Kompaniyamizga stajyor qilib ishga olish kerak. Isming nima o'g'lim? Mustafayev Samir Samirovich. Mustafayev Samir bo'lishi mumkin emas. Axir meni eng yaqin do'stim Mustafayev Samir edi. Bo'lishi mumkin emas, axir bu meni otam-ku. Axir bu meni otam-ku. Rostdanmi? Men seni otangni yaxshi tanirdim. Biz u bilan do'st bo'lganmiz. Birga armiyada xizmat qilganmiz. Bizning otamiz qamalga tushib qolganda, seni otang o'z jonini qurbon qilib, bizning hayotimizni saqlab qolgan. Men qaytib kelib, uni oilasini topishga o'zimga va'da bergandim. Qaytib kelib ularni rost izladim, lekin uddala olmadim. Men ularni topa olmadim. Meni kechir do'stim. Sen ham meni kechir, o'g'limni qilgan qiliqlari uchun. Seni otang u dunyoda bo'lsa ham sen to'g'ri tarbiya olgansan. Men esa o'z o'g'limni majbur qilib tarbiya qildim. Hammasi joyida aka, siz aybdor emassiz. Mayli o'g'lim, bu meni qarzim. Bu qarz meni bo'ynimda. Shunday bo'ldiki, men sizlarning oilalaringga 2 marta qarz bo'ldim. Taqdir bizni bekorga uchrashtirmadi. Alo, Baxti, anu yo'ldagi it testingdan moshtam tirnab ketgan kuryer bor-ku. Короче, o'sha hozirdan oldi ofisda o'tir. Uni kuzatib yurishing kerak. Mendan chiroyli salom berib qo'yasan. Voy bola. Sen qachondan beri odamlar bilan bunaqa gaplashadigan bo'lding? Tur joyingda. Menga hali hech kim o'tirishga ruxsat bergani yo'q. Hadi. Nima siz o'sha yalang'oyoqni mendan ustun ko'ryapsizmi? U xizmatkor. Men sizni o'g'lingizman. O'g'lingizman? Ey bola, agar meni pulim bo'lmasa, sen kimsan o'zi? Ha? Nonko'r? Men ham kambag'al bo'lganman. Seni tilingda yalang oyoq bo'lganman. Yoshligimda ertalablari o'qib, kechki payt yuk tashuvchi bo'lganman. Sen o'zi mehnat nimaligini bilasanmi, bola? Ertalab kechgacha uxlab, kechalari esa qanjiqlaring bilan yurasan. Bo'ldi. Men bu narsaga chek qo'yaman. Senga endi pulim yo'q, meros ham yo'q. Tushundingmi? Ayb o'zimda. Seni ortiqcha erkalatib olganman. Bugundan boshlab merosdansan, butunlay mahrumsan. Hadi, ne unaqa deyapsiz? Axir men siz o'g'lingizman-ku. Yagona o'g'lingiz. Bilasizmi, men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Ha, bola. Siz qolishdan qo'rqyapsanmi, ha? Siz bilan to'g'ri tushuning. Bu axir hammasi bu sizni butun umrlik mehnatingiz-ku. Men oilaviy ishimizni davom ettirmoqchiman. O, Xamilyon, bunaqa o'yinlaring endi menga o'tmaydi. Mayli-da, meni kechiring. Ha. Siz xohlagan o'g'il bo'la olmayman. Sizdek otaga munosib farzand bo'la olmaganimdan men o'zim aybdorman. To'g'ri, siz haqsiz. Munosabatda bo'lishim kerak emas edi. Men hozir borib o'sha kuryerdan o'zim uzr so'rayman.
to'g'risini aytsam bitta gap aytmoqchi edim. Sen olov bilan o'ynashyapsan. Chiqqan joyingga tiqib qo'yaman, tushundingmi? Mana endi seni rostakasimiga ehtiyot bo'l.